Assalamualaikum aziz do'stlar. Bugun men Kajamen ve Xorantam men kiteceğim. Handa lütfiyem. Denizliyim. Maşallah. Siz ko'rajeniz yolimizni. Ama men biz ketgandan evvel videoning tibini tushib, kırmızı knopkani ve chanchiqni basmaga unutmangiz. Ko'rishaylik denizda. Endi biz yaqinlashamiz Pempe tuzli ko'lga. Bazıları avtobusda, hepsi arabacı. Pempe tuzli ko'l Saq ve Kezlev arasında yerleşken. Uzunluğu onun 14 kilometre. Su pek tuzlu. Pempe tuzi akşam üstü yaxshi ko'rinadi. Endi denizga yaqinlashamiz.
Бүгінгі күніміз бөлем мерақлы кешті. Болды. Aytaysiz do'stlar, biz endi evga qaytamiz. Lutfiyash yo'qlab qoldi. Siz yozing bizim kanalimizga, qo'yingiz bizga like. Ko'rishguncha.